ko'zingizga qaramaysizmi? Ochilbek? Dilbar. Sal sekinroq qarang. Yeb qo'ymang yana. Mayli, Dilbar, gaplashamiz. Shoshib turdim-a? Bu kim edi bu? Ha, unaqa yomon qarayapsan. Sinfdoshim Dilbar-ku. Ha, birinchi muhabbatingiz Dilbarmi? Oppo. Azoblash xizmatiga yana mavzu topildi-yu. Dadasi, boyagi qiynalishimdan shuni vijdonim qiynalyapti. Premyera-yu, nimaga qiynaladi? Dilbarni uygacha kuzata olmadingiz-da. Shu bahona manzilni bilib olarmidingiz deyman-da. O'zim ham aytdim, bo'lishi mumkin emas deb. Undan ko'ra urib ketsam bo'lar ekan. Unaqa demang, o'zi yetish armon bo'lib qolgan. Yana ko'rish ham armon bo'lib qolmasin. Rosa charchadim boru, rosa belim og'riyapti. Dilbarni chaqiraymi, kim uqalab qo'ysinmi? Sal tinch o'tirsang, qoning damlanib qoladi-a. Mushtlab chiqarib turishing kerak-a, zaharni. Shu Dilbarga uylanmagansiz-da. Tili shiringina edi. Yo'q hali. Aka, Kiriushka yaxshi kapsula bormi? Mana Kopum kapsulalardan olinglar. Koreyada ishlab chiqarilgan. Tanaga ham, kiyimga ham mutlaqo zararsiz. Umuman allergiya chaqirmaydi. Eng muhimi, sinovdan o'tgan. Yaxshi, kattasidan ham kichigidan ham olib kelib qo'yibsizlar-a? Albatta, ichida granulasi ham bor. Kiyimlaringizdan 48 soat mobaynida shirin hid kelib turadi aka. Bo'lmasa shundan bering. Как раз erimga Dilbarni iforni eslatib turadi-da. Ha, bering aka. Bahonada